O'rtoqlar, assalomu alaykum. Avo Health podcastiga xush kelibsizlar. Nurzod Nurali, Timur ukamiz. Assalomu alaykum hammaga. Bizni mehmonlarimiz Erkin Jo'rayevich, Yodgor Rasulovich va Barno Gulmuhammadovni xush kelibsizlar. Bugungi podkastimizga O'zbekistonni eng top mutaxassislardan chaqirganmiz. Meditsina sohasidagi eng top mutaxassislarni chaqirganmiz. Bugungi temamiz meditsinani ichidagi onkologiya haqida ko'proq suhbatlashamiz. Meditsina bu, bilasizlar, bu kelajagimiz, bu bizni sog'lig'imiz. Bu ertaga siz farzandingizni uylantirmoqchi bo'lsangiz ham sog'lig'ingizga qarashingiz kerak. Sog'liqqa qarash uchun mana shu insonlarni oldiga hammamiz boramiz. Shuning uchun bemalol divanga o'tirib olib, bizni podkastimizni mazza qilib tomosha qilinglar va xudo xolasa sizlarni sog'lig'inglar, kelajaginglar uchun kerakli bo'ladigan maslahatlarni olasizlar degan umiddamiz. Ustozlar, xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ajratgan vaqtingiz uchun dolzarb mavzularni xalqimizga asosiy savollarga javob berishga kelganlaringiz uchun rahmat. Shularni muhokama qilamiz bugungi podkastimizda. Birinchi savollarimiz mana. Xo'p, birinchi savolimizni Erkin Jo'rayevich sizga beramiz. Erkin Jo'rayevich, sut bezi saratoni skriningi va erta tashxis qo'yishi o'zi umuman ahamiyati nimada? Nima uchun скрининг qilib yurish kerak ayollarimiz? Уважаемые товарищи, рак молочной железы относится к одной из агрессивных заболеваний. Протекает очень быстро. Ну, к примеру, если вот сегодня у больного первой стадии, если полгода не заниматься, эта стадия может выйти на 3-4 стадии за короткий срок. Поэтому здесь самое большое имеет значение быстрый диагноз, быстрая работа. Для этого существует понятие скрининг, то есть массовая проверка здоровых женщин. Пока они не жалуются, ничего не беспокоит. Вот они должны, начиная с 20 лет, ежегодно, каждый год один раз прийти к маммологу, пройти по соответствующей программе проверку, или отвергнут этот, скорее всего, будет, или подтвердит, если, дай бог, не дай бог, будет какой-то ситуация, быстрее найти, тем самым быстро вылечить это заболевание. Скрининг – это большое достижение онкологии. Это не только касается маммологии, это всей онкологии относится. Если мы вот таким путем будем так обследовать, скажем, если 300 женщин обследуем, из них у 100 обязательно находим какую-то патологию. Из этих 100 где-то 2, 3, 4 находим рак молочной железы. То есть, казалось бы, вот это маленькое, но найти среди 300 эти 3 случая, это искусство доктора, да? Поэтому вот это очень большая кровопотливая работа. И самая тяжелая маммология – это диагностика. Поставить диагноз рака. А потом уже лечение, в общем-то, дело техники. Поэтому сама скрининг и ранняя диагностика. Скрининг, как мы сказали, что обследование здоровых людей. А ранняя диагностика – это обследование по жалобе. Когда жалоба появляется, первый раз она должна все равно прийти. Вот тут может она прийти в первой стадии, может она прийти в третьей, может все равно это будет считаться ранний диагноз. Потому что впервые пришла к доктору. И еще есть такое понятие онкологическая настороженность. Вот, скажем, все доктора, всех специалистов, они должны иметь настороженность онкологическую. Вот если мужчина пришел к доктору, если не вписывается вот, его патология, или это терапевт, может, хирург обычный, или лор, если не подходит к тому диагнозу, к которому он привык, он должен сразу подумать, нет ли тут онкологии, и направить такого больного к онкологу. И в таких случаях, когда вот мы находим первую-вторую стадии, больного можно вылечить 100%. 100%. Это при первой и второй стадии? При первой и второй стадии, да.
А там дальше уже процент будет снижаться. Иркин Джураевич, у меня вот такой вопрос. А если такой, то есть виды женщин, которым вот нужно прям в таком возрасте проходить осмотр? Например, те, кто, например, недавно родили, или кормящие, или ну, какой-то возраст, с какого возраста нужно проходить скрининг? Ну, я же говорю, с 20 лет ежегодно один раз надо проходить. Пик рака молочной железы приходит на 65 лет. Пик. Вот, скажем, 65 лет, 30 лет, разница 150 раз. То есть, чем моложе мало рака, но она более агрессивна. Пока идет менструация, пока активный гормональный фон, быстро растет. А после 40, когда начинается уже климакс, она медленно растет, но количество растет раков. И поэтому вот проверка идет там возрастной ценза нет дальше. Вот до 35 лет осмотр, УЗД обследование, и начиная с 35 лет подключается маммография. Маммография является золотым стандартом диагностики рака молочной железы. И там уже первый раз, вот скажем, до 40 через год можно, 40 лет, то есть ежегодно надо делать. И тогда шанс, что мы огородим эту женщину от развития рака, или мы быстро найдем, окажем помощь, больше вероятность. Спасибо. Keyingi savolimizni Barnopa sizga beramiz. O'zbekistonda ayollar orasida eng ko'p uchraydigan onkologik kasalliklar bilamiz. Birinchi o'rinda o'sha ko'krak saratoni turadi. Adashmasam, to'g'rimi? Ikkinchi o'rindagisi qaysi biri? Bergan savolingiz uchun rahmat. Hozirgi kunga onkologiya mavzusi juda ham dolzarb mavzulardan biri hisoblanadi. Va holanki O'zbekistonda ham onkologiya slujbasi deganda katta masshtab modernizatsiya degan narsa ketyapti. Modernizatsiyani maqsadi nima? Kasallikni erta aniqlash. Kasallikni erta aniqlash bizga nima beradi? Kasallikni erta aniqlaganda butkul shifo topish beradi. Yengil davolanish yo'li bo'ladi hamda davlat uchun ham, xalq uchun ham mablag' masalasida kam xarj bo'ladi. Bergan savolingizga bachadon bo'yni saraton ayollarimizda hozirgi kunga eng avj olgan kasalliklardan Как раз bittasi. sizni yo'nalishingiz. Onkoginekolog sifatida aytaman, hurmatli prezidentimiz tomonidan 2017-yili pilot programmasi yo'lga qo'yilgan. Pilot programmasida mavzumiz nima bo'ladi? Bu bachadon bo'yni saratonini erta aniqlash. Erta aniqlash nimadan iborat bo'ladi? Ayollarimizni bu programmaga kiritilgan 35-55 yoshli ayollarimiz qamrab olingan. Butun O'zbekiston bo'yicha shu ayollarni tekshiruvdan o'tkazilgan. Tekshiruvdan o'tkazilganda bemorlarimizda aniqlangan bachadon bo'yni saratoniga kerakli yo'nalishda davolar qilingan. Erta aniqlanganda jarrohlik amaliyoti birinchi bosqichida, ikkinchi bosqichida jarrohlik amaliyotiga hamda kimyoterapiya va nur terapiyalari qo'shiladi. Bachadon bo'yni saratoni nimadan kelib chiqadi? Odam papilloma virusidan zararlangandan kelib chiqadi. Odam papilloma virusi bilan ayolimiz bugun zararlansa, u bugunoq bachadon bo'yni saratoni o'lditib etilmaydi. 10 yildan keyin bu o'zini ko'rsatishni boshlaydi. Nimada bo'ladi? Ayollarimizda har xil alomatlar bo'ladi. Ajrimlar bo'ladi, og'riqlar bo'ladi. Har xil noxushliklar ayolni o'zida sezadi. Shunda erkak kishidan o'tadimi? Odam papilloma virusi erkak kishidan yuqadi. То есть bir xilla o'ylaydiki, bu o'zidan o'zi kasal bo'ldi deb o'ylaydi, lekin aslida Носителями являются мужчины. Masalan, nima shuna qo'yilgan Вируса ekan bu? папилломы men ham человека shunaqa deb o'ylaganman. являются мужчины. Поэтому shuning uchun shu kasallikni erta aniqlash va hamda oldini olish maqsadida butun jahon bo'yicha va holanki O'zbekistonda ham Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti bilan birgalikda yangi milliy dastur ishlab chiqarilmoqda. Hozirgi kunga 30-40%
erta bemor aniq kasalliklar aniqlanayotgan bo'lsa, umumiy olgan holda 2030-yilga kelib shu dastur bo'yicha 70-80% kasallik aniqlanish tayyorlanmoqda. Maqsad qo'yilgan. Maqsad Chunki qo'yilgan. muammo katta. Muammo juda ham katta. Onkologik kasalliklar juda ham ko'payib ketyapti hozirgi kunga. Hamda butun dunyoda ham va bizani O'zbekistonda ham hozir yo'lga qo'yilgan bu vaksinatsiya hisoblanadi. Vaksinatsiya nima uchun bizga kerak? Shu kasallikka oldini olish uchun. To'g'ri, 2-3 yil oldin ham bizani ayollarimizni, onalarimizni hamma qizimga qildirmayman bu vaksinatsiyani degan. Nimaga? Qo'rqqan. Xalqqa ichida shunaqangi gaplar bo'lganki, bu qizimizga keyinchalik bepush bo'lib qoladi deb. Lekin bu noto'g'ri gap. Asosli bu. Noto'g'ri gap. Noto'g'ri gap. Endi xalqimizni biz yaxshi ko'ramiz. Nimadandir bu endi o'zbekchiligimiz ham bor. Qo'rqib turishimiz bu to'g'ri. Chunki statistika hali bizda hali statistika endi o'rganib chiqildi hamda vaksinatsiya qilish bu to'g'ri deb hamma tushunchaga ega bo'ldi. Bu nimaga? Butun markazlar onkologlari har bitta tumanlarga biriktirilgan. Har bitta tumanlarda markaziy poliklinikasiga borilganda birgalikda mutaxassislar bilan mahalla yurib, ma'ruzalar o'qilib, profilaktika qilish, uni oldini olish va mayli o'sha bemor shu ayolimizda shu kasallik kelib chiqqan holda kelgan ayolimizda saraton kasalligi aniqlanganda bu ayol tushkunlikka tushmasdan to'g'ri kerakli mutaxassislarga murojaat qilib hamda to'g'ri davoni topishi yo'li etilgan. Hozir demak bu davlatimiz tomonidan yo'lga qo'yilgan tushuntirish ishlari olib borilyapti. Endi vaksinatsiya masalasiga keladigan bo'lsak, uni vaksinatsiya pullimi yo tekinmi? Uni kim ta'minlaydi? Uni qayerdan olsa bo'ladi? Davlat tomonidan ta'minlangan. Har bitta maktablarda, har bitta poliklinikalarda, mahallalarda, hamma joyda mutaxassislar bor. Vaksinatsiya tekinga qilinyapti. Qizlarimizga 11-13 yoshdan qilinyapti va oxirgi yillarda, oxirgi 3 yil ichida o'g'illarimiz ham shunga jalb etilgan. O'g'illarga 9 yoshdan qilinadi. Demak, o'g'il bolalar ham olish kerak. O'g'il bolalar ham olishi shart. Ular ham odam papilloma virusiga qarshi vaksinatsiya olishi shart. Keyinchalik shu kasallikka duch kelmasligi uchun. Endi qarang, bizda ota-ona rozi bo'lsagina qilinadimi yoki bu majburiymi? Yo'q, ota-onalardan so'raladi, rozi bo'lsa qilinadi. Ko'p holatlarda hamma ota-ona rozi bo'lib keladi. Rozi bo'ladi. Chunki bir tomondan qo'rqadi. Hozir qilmasam, ertaga Xudo ko'rsatmasin bir narsa bo'ladi degan gapga ota-ona rozi bo'lish uchun to'g'ri tushuntirish kerak. To'g'ri tushuntirilsa, har bitta inson tushunadi va kelajakda bolasini hayotini o'ylagan holda rozi bo'ladi. Qarang, bitta savolim, hozir onkologiya turlari o'zi ko'paygan, har xil onkologik kasalliklar bor. Ko'payapti dedingiz. Bu onkologik ma'lum bir sababga ko'ra ko'payaptimi yo biz uni aniqlashda yaxshiroq o'rgandikmi? Onkologiya ham yosharyapti, ham ko'payyapti. Yosharishi ham bor. Ko'payishi nimaga? Chunki erta aniqlash yo'lga qo'yilgan. Shuning uchun onkologiya xastaliklari ko'payib bormoqda. Oldin demak, esingizda bo'lsa, bir og'ir kasal bo'lib, bu bilinmagan, nimaligi bilinmagan, endi shu ajali kelgan, o'shaning uchun o'tib ketdi deyilardi misol uchun. Lekin bilgan odamlar, onkologlar, katta meditsinani demak mutaxassislari qanaqa simptomlardan bilganda buni, uje bo'ldi bu rak, uje demak metastaza bergan, demak har xil organlar atkazib beryapti deb turib, shunaqa deb bilgan, lekin qolganlar ko'pchilik bilmagan. To'g'rimi? To'g'ri. Har bitta saratonni o'zini simptomlari bor. Aytganingizdek, oldin nimaga bu darajada aniqlanmaganligi uchun ko'pincha bemorlarimiz 3-4 bosqichda murojaat qilardi. Shuning uchun to'g'ri biz yordam berardik, lekin kerakli darajada yordam bera olmasdik. Hozirgi kunda erta aniqlanganligi sababli bemorlarimiz hammasi butkul shifo topib ketmoqda. Qarang, mana odamlarimizga oson bo'lishi uchun
mana ko'pchilik saratonni birinchi stadiyasi, ikkinchi stadiyasi, uchinchi, to'rtinchi stadiyasi yoki metastaza degan so'zlarni misol uchun bilmaydi. Shularni qisqacha aytib bera olasizmi farqini? Aytib bera olaman. Birinchi bosqich deganda, birinchi bosqichda erta aniqlanadi. O'zim ginekolog sifatida aytaman, shu bachadon bo'ynining o'zida boshlangan holat bo'ladi. Shu holatda jarrohlik amaliyoti bilan ayolimiz butkul shifo topadi. Ikkinchi bosqichida yondosh to'qimalarga tarqagan bo'ladi. Limfa uzli deydi o'shalarmi? Da, limfa uzli degani bu qorin parda orqasida limfa tugunlar bo'ladi. Tugunlar. Shu limfa tugunlarda o'zi jarohatlangan bo'ladi. Vaholanki 3-4 bosqichda yondosh organlarga o'tgan bo'ladi. Shu siz aytganingizdek metastaza deganingiz, har bitta organda, bachadon bo'ynida ichuvlarga o'tgan bo'lishi mumkin, jigarlarga, ko'krak saratonida hurmatli Erkinchiroyevich aytgandek o'pkalarda bo'lishi mumkin, yondosh organlarga tarqagan bo'lishi mumkin, limfa tugunlarga tarqagan bo'lishi mumkin. Rahmat sizga. Hozir endi Yodgor Rasulovich sizga savol beramiz. Sizga bir xalqimiz orasidagi dolzarb bir masala bo'yicha savol beraman. Siz endi bosh va bo'yin onkologi sifatida o'zingizni fikrlaringizni aytasiz. Mana O'zbekistonda nosvoy juda bir populyarning sigaretga o'xshagan, o'sha elektron sigaretga o'xshagan bir xumor qoldiruvchi bir nima deydi, narkotikka o'xshagan bir modda, endi kimyoviy modda. Uni har xil joylarda, har xil odamlar, har xil regionlar har xil qilib yasaydi. Shu nosvoy kalyan, oddiy sigaret va elektron sigaretlarni onkologik kasalliklarni rivojlanishiga qanaqa qilib ta'sir qiladi va o'zi umumiy holat o'sha nosvoy sigaret hamda kalyan haqida holat qanaqa? Shu bo'yicha bir fikrlaringizni eshitsak. Endi qisqasi qilib aytganda, ana bosh bo'yin sohasidagi dolzarb masalalardan bittasi og'iz bo'shlig'i rak kasalligi, til osti raki og'iz bo'shlig'ida eng ko'p uchraydigan. Buni asosiy sababi nosvoy. Nosvoyni tarkibida bo'ladigan o'sha kanserogen moddalar hisobidan tuzalmaydigan yaraga olib keladi. Men 40 yildan ortiq shu sohada ishlab, hali nosvoy chakib, yara bo'lib, hayotini nosvoy bilan bog'liq rak uchramay o'lgan odamni ko'rganim yo'q. Hammasi shunga borib taqaladi. O'rtacha necha yilda уже boshlanadi o'rtacha? Endi 10-15 yilda rak boshlangan odamlar ko'proq. Lekin men 20 yildan beri chekyapman, yara paydo bo'lmayapti deydiganlar ham bor. Lekin ular ham yetib oladi. Sababi nosvoyning tarkibi asosan ohak. Mana men 80-yil o'sha Moskvadan kelib nosvoy o'rganib doktorskiy qilgan odam Zarizi bilan uchrashganman 87-yil Moskvada o'qishda paytimda. U odam 80-yilda nosvoyni tarkibini haqiqiy rak keltirib chiqarishi 100%ligini isbotlab bergan. O'sha paytda. Men 87-yil borganimda Zarizi Vozda Butunjahon sog'liqni saqlash tashkilotida bosh mutaxassis onkolog bo'lib ishlardi. O'zi Moskvada yashardi-yu, lekin Jenevadagi o'sha Vozda ekspert boshliq edi. Mani O'zbekistondan ligimni bilib, ilmiy tadqiqot ishlarimda savol bergandi. Hali O'zbekistonda nosvoy chekishadimi deb. Lekin to'g'ri, u paytlarda juda kam chekishardi. To'g'risi, asosan intelligent, o'qimishli odamlar nosvoy chekishmasdi. Hozir juda ko'payib ketdi. Nosvoy chekishda sabablardan biri arzonligi. Keyin topish, olish osonligi. Hozir maktab yoshlaridagi bolalar ham chekishiga sabab tutun yo'qligi.
maktab hojatxonalarini tutun bilan iflos qilib qo'ymasligi, ana shuni hammasi nosvoy chekishga olib keladi. Demak, bilintirmasdan tilni Ha. tagiga tashlab darsda ham Darsda o'tiraverishadi. Salom Studentlar alaykum tarkibida ham juda ko'p. Shunaqa. Shuning uchun xalq orasida yaxshi tashviqot olib borish kerak. Ha. Nosvoyni zararini aytish kerak. Masalan, Buxoroni nosvoyidan Qashqadaryoning farqi bor. Qashqadaryoda tayyorlangan nosvoydan Qoraqalpoqda farqi bor. Hech qayerda hech kim nazorat qilmaydi. Nosvoyni qanday tayyorlanishini. Laboratoriya yo'q, sex yo'q, bir davlat tomonidan qo'yilgan standart yo'q. Har holda sigaretda standart bor. Ortiqcha bir zararli narsalar qo'shisha olmaydi. Lekin nosvoyda qo'shaverishadi. Deylik, Buxoroda talqon ko'p qo'shishadi, Qashqadaryoda ohak ko'p qo'shishadi. Qoraqalpoqda men o'zim so'rab borganimda ko'rganman. Mashinani shinasini maydalab drabilka qilib qo'shishadi. U haqiqiy Bu kanserogen. haqiqiy kanserogen. Bu rezina bu. Rezina. Bu ximikatni eng yomoni. Eng yomon. Rangi ham shunga mos bo'ladi. Qoraroq rangi bo'lsa hammasi bilishadi. Bu Xorazm Qoraqalpoqning nosi deyishadi. Rangi sal ochroq bo'lsa, bu Buxoroning nosi deb o'sha nos chekadiganlar bilishadi. Endi sizni hech eshitganmisiz mana shu hayotingiz mobaynida o'zi nos kim o'ylab topgan? Qayerdan chiqqan bu nosvoy degan narsa? Endi nosvoyi kelib chiqishi bizdan avvalroq hindistonliklar chekkan. Hozir ham hindistonliklar ularda o'zi mana talqonga o'xshash o't bor, tebel. O'shani olib chaynab yurishadi. O'shaning uchun tishlari qizil rang Qizil bo'lib rang narsa bo'lib qoladi. O'sha bizda xinnan rangidek bo'lib yuradi. Shunaqa. O'sha talqon ham shunaqa. Talqonni siz ko'rgan bo'lsangiz, yetishtirgan, yiqqan odamlar qo'li xina qo'yilgan ayollar qo'lidek bo'lib Qizil bo'ladi. yig'ib olishayotgan. Yig'ib olishadi. Nosvoydan ham shunaqa narsa qoladi-yu. Og'zini bo'shlig'ida, tupurganda, Shunaqa. Qorayib hammasida o'sha ketadi. qizg'imtir nima deydi, so'lak ajraladi. Balkim Hindistondan kelgandi. Men chuqurroq o'rganmaganman bu masalada. Lekin bizdan avval eskidan o'sha Hindistonda, lekin hozir ham o'shani chaynab yurishadi. Hindistonda hozir ham bor. Lekin bizkidek ularga ohak qo'shilmagan. Qo'shilmagan. Keyin yana bitta dolzarb masalani aytib ketsam, ruxsat bersangiz, bu keyingi paytda O'zbekistonda ko'payib ketayotgan qalqonsimon bez rak kasalligi. Hozir qalqonsimon bez, Qalqonsimon bez deganda qaysi? Shtavidniy jeleza deydi. shuni rak kasalligi ham ko'paygan, ham yoshargan. Bizda yashab turgan joyimizda yod yetishmovchiligi bor. Yod chunki dengizi yo'q. Bizda davlatimiz shunga qarshi yaxshi tadbir qilib, yaxshi qarorlar chiqarilgan. Tuzga, unga, un mahsulotlari hammasiga o'sha sex, un zavodlarida yod qo'shishadi. Pishvoy yod qo'shadi. Pishvoy yod qo'shishadi. Kaliy yod qo'shishadi. Shuni hisobidan bizda biroz nisbatan o'sha zo'b kasalliklari nisbatan kamaydi. Lekin biz iltimos qilardikki, o'sha sexdagilardan hamma joyda shu tuzlarga yod qo'shishni tashkil qilish kerak. Hamma joyda. Va demak, xalqqa ham tavsiyangiz yodi bor, tarkibida yod bo'lgan tuzni iste'mol qilish kerak. Xalqqa ham tavsiyamiz shu yodlangan tuz, yodlangan un deb yozilgan pochkasiga yozilgan mahsulotlar olib iste'mol qilish kerak. Qarang, odatiy bir oddiy hayotingizda tuzni o'zgartirib, demak o'sha bo'qoq kasalligini, rakini, saratonini oldini olishingiz mumkin ekan. Chunki hozir bo'qoqdan kelib chiqadigan rak ancha ko'paygan. Juda ko'p. Bu endi yashiriladigan narsa emas, xalq bilish kerak, aytish kerak. Tugun paydo bo'ldimi, qalqonsimon bezida darhol vrachga yugurib borish kerak. Bu tugunni uzoq yil davolab saqlab yurish kerak emas. Bu agressivniy hisoblanadimi yo unchalik emas? Endi men 20 yoshli qizdan boshlab saraton kasalligida hozirgacha davolab kuzatib yurganlarimizda eng yoshi 20 yosh. Eng yoshi. 20 yosh qiz bolada
qalqonsimon bezda rak kasalligi paydo bo'lishi bu yaxshi ish emas. Juda yosh. Juda yosh. Lekin shunday bo'qoqlar borki ko'rinmaydi. Ayollar mana Erkinjo'rash aytganlaridek skriningda ko'krak tekshiruvga kelgan ayollarda vrachlar bir yo'la qalqonsimon bezini UZI apparat bilan tekshirishadi. Ko'krak, qalqonsimon bez, keyin mana Varnaxon aytgandek ginekologiya kasalliklari bir-biri bilan endokrin sistema chambarchas bog'liq. Manda endi Amerikadan qolgan bir odatim bor. Har yili 2 marta o'zim va oilam uchun, oila a'zolarim uchun check-up qilaman. Odatda O'zbekistonda yo Amerikada qilaman. Men yaqinda Hindistonga ham borib check-up qilib keldim. Bizda tushunishim bo'yicha check-up kulturasi hali rivojlanmagan O'zbekistonda. Yo bu narsa bormi? Mana spetsialist sifatida misol uchun odamlarni o'zi boradimi? Har 6 oy yo 1 yilda tekshirtirishim kerak deb turib yoki paka bir joyi og'rimaguncha bormaydimi bizda? Men 2 xil gap eshitganman-da. Kimdirlar aytadi, mana biz borib turamiz deydi, lekin ko'pchilikda xuddi bormaydigandek. Paka og'rib bir joyi bir narsa bo'lmaguncha. Shunga mana nima fikr etasizlar? Уважаемые товарищи, вот это вопрос чекапа, проверки людей, это очень важно. Вот сейчас я должен сказать, как вот чекап говорит, это общие заболевания проверяется. Сердце там, и другие, женщины. А сейчас вот мы впервые в Ташкенте уже вот такую программу отработали, сейчас запускаем. Я работаю в клинике Шох International Clinic. Вот буквально вот завтра, вот на этой неделе мы эту программу будем запускать. То есть у вас будет чекап программа? Да, это только онкологический чекап. Онкологический чекап. То есть проверка всех онкологических заболеваний у всех людей. Поэтому вот призываю всех здоровых прийти к нам, пройти вот эту программу. Что это означает? Ну, например, это вы говорите 2 раза в год, да? Тут в онкологии немножко не так. Скажем, каждая болезнь имеет свои сроки проверки, скрининга. Вот, скажем, молочку можно каждый год надо проверять. Есть, вот, скажем, шейка матки тоже каждый год, да? Значит, легкие, очень агрессивные заболевания. Очень агрессивные. Когда приходит больной доктор жалобен, уже 3-й, 4-й стадии заболевания. Вот это больной, который вы мне прислали, раком легких. Всего-навсего неделя температура начала. Здоров, до этого никаких жалоб. Уже вот сейчас при проверке рак левого легкого запущенным прорастанием средоследия и метастаз в другом легком. Жалоб никаких нет. То есть вот таких больных, которые сами вот так встречают такие дела, вот, скажем, легкие, раз в 2 года надо проверять регулярно. Особенно курильщиков, которые 15 лет курят по пачке в день, их надо в первую очередь взять вот на карандаш, скажем, и вот надо раз в 2 года проверять. Желудок надо раз в 3-4 года проверять. Толстая кишка тоже самое, потому что там более медленно растет. Но там опасность в том, что 1-2 степени стадии мы так просто не определим. Жалоб нет. Симптомов нет. Она начинается со слизистой, желудок внутри, 1 стадии. 2 подслизистой, а 3 выходит за пределы. То есть это маленький опухоль, уже 3-й стадии, когда жалобам так. Даже толстая кишка. Да. В этом случае сейчас у нас вот полноценно 18 видов рака мы запускаем вот чекап онкологический. Там программа, может, все что, стоимость отработана. Вот это, если люди будут приходить, это они будут знать, есть у них что-то или нет. Если есть, рано найдем, как мы говорили, что 1-2 стадии полностью будут выздоровлены. Barnoq mana savolimizga qaytadigan bo'lsak. Nurzod Turalievich, sizda ozgina menimcha noto'g'ri informatsiya bo'lgan. Ma'lumot O'zbekistonda bu yo'lga qo'yilmadi degan. Hozirgi kunga bu judayam yo'lga qo'yilgan masalalardan biri.
man hozirgi kunda M-klinikda ishlamoqchiman. Eng nufuzli, birinchi O'zbekiston bo'yicha akkreditatsiya o'tgan klinikalardan bitta shu klinikamiz o'tgan. Va aytaman sizga, har kuni M-klinikda check-updan judayam ko'p fuqarolarni qabul qilamiz. Bolalarni, ayollarni, erkaklarni, qariyalarni, hammani judayam ko'p check-up o'tadiganlar bor. Uni bilaman. Mana check-uplar yo'lga qo'yilganligini bilaman. Asosan bu programmalar частный klinikalarda bor. В основном. Mana koreyskiy bor va hokazo bor. Misol uchun Midionda bor, check-up o'tsangiz bo'ladi. Uni bilaman. Lekin xalqimizning o'zida mana shu madaniyat, check-up madaniyati bormi, yo'qmi? Bor. Xalqimiz bunga yetib keldi. Xalqimiz o'zi hech qanaqa majburiyatsiz xohlasa yashash joyidagi hududlardagi o'sha poliklinikalarga chiqib birinchi tizimlarga chiqmoqda. Birinchi tizimlarda ishi bitmagan holda davlat korxonalariga, davlat korxonalarida topmagan, o'zi uchun topmagan javoblar uchun частный xususiy korxonalarga kelib shuni o'tmoqda. Xalqimiz tayyor bunga. Majburiysiz o'zi kelib shundan Уже demak bu tendensiya boshlangan bor. Xalqimizda juda ham tushunchalari hozir kengaygan. Ko'proq menimcha shahar aholida rivojlangan, Chunki biz mana viloyatlarga boramiz. Endi viloyatlarga borib chet eldan doktorlar olib kelganimizda, konsultatsiya qilganimizda biz odatda Timur bilan tarjimon bo'lamizda. Doktor so'raydi. Har qanchada tekshirtirib turasan deydi. Bizda bir shunaqa bir taassurot qoldiki, как будто особенно bilasizmi, chet qishloqlarda paka biron bir joy og'rimaguncha doktorga bormaydi. Xuddi bir shunaqa bir taassurot bo'ldi-da menda. Balkim bu bo'lgandir. Lekin aytganimdek, onkologlar nafaqat Toshkent shahrida tumanlarga vaholanki butun O'zbekiston bo'yicha viloyatlarga chiqib, tekshiruvlar o'tkazib, xalq bilan batafsil suhbatlarni o'tkazib, tekshiruvlardan o'tkazib muntazam qilishadi. Muntazam tekshiruvlar. Bu o'sha bugungi kunga bu yo'lga qo'yilgan. Milliy dastur tepada aytganimdek. Buni maktablarga borishadimi yoki poliklinikalarda qilishadimi bu narsalarni? Mana qarang. Manda Yakkasaroy tuman. Shu tumanga biriktirilgan. Markaziy poliklinikaga kelamiz. Shu yerda har bitta markaziy poliklinikada o'tirgan har bitta rayonda 5 ta poliklinika bor. Shu poliklinikada mahallalar bor. Har bitta mahallamizga qamrab olingan. Qachondir chiqamiz, bitta poliklinikaga, mahallaga chiqamiz. Kerak bo'lsa mahallani o'ziga boramiz. Shu yerda o'zida bizga raislar joylar qilib beradi. Mutaxassislar bilan suhbatlashish uchun tushuntirib beradi ayollar. Keyin ularga tekshiruvlar kerak bo'lsa, shu insonlarimiz o'zi jalb qilinadi, o'zi keladi. Biz ularni majbur qilmaymiz. Doktor kelgan edinglar, tekshiruvga aytilgan edik. Mana biz keldik deydi. Biz ularni tekshirib, vaholanki tashxislarni qo'yib, qo'liga chiroyli tavsiyalarni beramiz. Yaxshi. Mana endi siz ham ginekologsiz, ham onkolog, to'g'rimi? Onkolog, ginekolog. Onkolog, ginekolog. Qizlarimizga bir dolzarb bir qanaqadir maslahatingiz bormi? Misol uchun bir bilish kerak bo'lgan imенно mana sizni sohangizda. Bor. Yosh qizlarimiz nimaga e'tibor berish kerak? Keyinchalik sog'lom turmush tarzi bo'lish uchun, sog'lom turmush tarzi bo'lish uchun ona sog'lom bo'lish kerak. To'g'ri. Ona sog'lom bo'lish uchun yoshligidan o'zi bilan qizlarimiz shug'ullanib borish kerak. Bu sport bilan shug'ullanish kerak. To'g'ri ovqatlarni iste'mol qilish kerak. Hamda nojo'ya endi buni bekitish kerak emas. Ko'p o'spirim yoshlarning ichida endi men aytmayman, biz o'zbek qizlar, rus qizlarimiz, lekin bor. Bu millatga bog'liq emas. Bor chakish tamakilar bor. Mana shu tamakilarni iste'mol qilmasliklarini, sport bilan ko'proq shug'ullanishi, ko'proq aktivniy obraz жизни deyiladi, shunaqa narsa bilan shug'ullanamiz. Demak, siz fundamentalniy maslahatlarni beryapsiz. A вот именно sohangiz bo'yicha. Soham bo'yicha, не переохлаждаться.
естественно o'spirim yoshlarimizda gormonal o'zgarish bo'ladi. Bunda qizlarimiz qo'rqish kerak emas. Bizada yana bir iboralar bo'lardi, o'zbek xalqimizda qiz bolani ginekologga olib chiqish bu nima bo'ladi, qanaqa bo'ladi? U bo'lardi. Da. Lekin hozirgi kunga Odamlar onalarimiz o'zi yosh qizlarimizda qanaqadir bir nojo'ya xususiyatlar paydo bo'lsa o'ziga olib kelyapti. Shular bilan maslahat qilib, biz o'tirib, gormonal o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Ularni oldini olish kerak. Keyinchalik saratonga olib keladigan biron bir o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Bepishlikka olib keladigan o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun ularni tekshirilgan holda biz oldini olishimiz Mana ota-onalarga qiziq bo'lishi mumkin bir savol. Qizi bor ota-ona ginekologga qizini necha yoshda olib kelishgan? Mana qarang, qizlarimizda tabiiy hol hayz holatlari bo'ladi. Bu qizlarimizda vaqtida kelish, o'z yoshiga munosib kelishlar bo'ladi, kechikishlar bo'ladi. Shu holatda ayollarimiz qo'rqmasdan qizlarini olib kelsa, to'g'ri shifo qilib, davolab. Necha yosh? Mana 5 yoshdami, 10 yoshdami? Men sizga aytaman. Profilaktika uchun. Ginekolog sifatida aytaman, hozir chaqaloqlarda ham saratonlar bor. Qizlarda ham, o'g'illarda ham bor bu narsa. Kimdadir врожденный tug'ma bo'ladi bu saratonlar. Kimdadir shu yosh qizlarimizning gormonal o'zgarish bo'layotgan paytida kelib chiqishi mumkin. Umumiy olganda mana ota-ona sifatida buni yoshini aytib bo'lmaydi. Aytib bo'lmaydi. Ona har doim farzandga e'tibor bo'ladi. Har bitta ona ham, ota ham e'tiborli bo'ladi. Shu bolada biron bir nojo'ya xususiyatlarni sezdimi? Onkoginekologga olib chiqish shart emas. Yoki ginekologga olib chiqadi. Umumiy shifokor bor. Umumiy shifokor shu farzandimizni ota-onasi bilan birgalikda eshitib ko'rib, quloq solib, o'zini shikoyatlariga qaragan holda keyin yo'naltiradi. Tushundim. Onkoginekologga qaysidir bir yoshda kelish. Yo'q, tushundim. O'zi umuman ginekologga misol uchun bola bir qiz 6 yo 8 yoshga to'lganda bir marta xatya olib borib tekshirtirib qo'yish kerak. Agar shikoyatlari bo'lsa. Agar bo'lsa. Bo'lmasam sog'lom o'sha qizlarimizni hayz kelish boshlanishi paytida demak keyin olib borsa bo'ladi. Da, tushuntiriladi. Qizimizga tushuntiriladi, aytiladi. Tushunchaga ega bo'lgandan keyin u yog'i. Menda bitta savol bor. Masalan, avloddan avlodga o'tish ehtimolligi, masalan, onasida bo'lgan bolasiga o'tishi mumkinmi? Bachadon bo'yni saratoni yo'q. Lekin tuxumdon saratoni, bachadon tanasi saratoni nasl xuruj qiladi. Bo'lishi mumkin, ehtimoli bor. Navbatdagi savolda Erkinjurayevga bersam bo'ladimi? Erkinjurayev, sizga savolimiz bor edi. Mammografiya bo'yicha siz ana skrining haqida gapirdingiz. Skriningda asosiy tekshiruvlar bu UZI, mammografiya va hokazo. Shu mammografiya qachon qilinadi? UZI bilan qanaqa farqi bor? Qaysi paytda mammografiya qilish mumkin emas? Masalan, emzaki ayollarga. Значит, маммография является золотым стандартом проверки заболеваний молочной железы. Она начинается с 35 лет. Первую маммографию 35 лет если делать, потом через 2 года, а начиная с 40 лет ежегодно надо. Ежегодно. И тут, в общем-то, он 100% ставит и отвергает диагноз. Когда это вот показания. И этот верхней границы нет. Можно и 70, можно и 80, если женщина крепко здоровая, можно и 90. То есть там уже, но дальше, как мы говорили, пик заболевания 65 лет. Тем более, чем старше, тем регулярно надо делать. Когда нельзя делать, скажем, да, ну, беременная женщина, тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, инфекционные заболевания, острые какие-то ситуации, психозы, вот тогда, в общем-то, это является противопоказанием. А в других обычных стандартных случаях раз в год надо делать через год. 40 yoshgacha bir marta qilish mumkin yoki farqi yo'qmi? В многих странах с 35 лет
что можно делать каждый год. Но у нас вот так принято, что первый сделать, потом через 2 года, до 40 лет. До 40 лет каждый год. Masalan, ayol kishi emizaki bo'lsa, mammografiya qilsa, bolani emizsa bo'ladimi? Ну, вот при вот самой эмизодекин нежелательно. Там УЗИ можно делать, смотреть визуально, посмотреть. keyin mana bizni man ahamiyat berdim bizni viloyatlarga borganimizda uzi qiladi-ku. Uzi qilganda ER, BR degan ko'rsatkichi bo'lar ekan, anko ko'rsatkichi bo'lar. Бират. Birat. Молочная железа, тират, щитовидная Тират. железа Birat. и яичники. Тоже Да. 3. Да. O'sha narsani juda ko'p uzilarda man ko'rmadimda va doktor menga aytdiki, birinchi marta kelganida Hind shifokori doktor aytdiki, O'zbekistonda nimagadir dedi, shu narsani bermas ekan dedi. Bizda albatta har bitta uzida beradi dedi. Shuni sababi nima bo'lishi mumkin? Таранда бу методика, в общем-то, недавно пришла к нам. Это европейско-американская ассоциация рентген-служб, то есть диагностика, скажем, уже УЗИ может поставить диагноз рака. Раньше такого не было. Вот тут обозначение для молочной железы БИРАЦ. Вот он имеет 5 градаций. БИРАЦ 1, 2, 4, 5. Скажем, первые 3 – это доброкачественный процесс. Да. Начиная с 4-й, уже 20% может быть там онкопроцесс. А 5 – это чистая онкология. Почему там не написано много? Многие наши УЗИсты, что грейкотаид, УЗИсты много. И многие они не подготовлены хорошо. Особенно в области молочной железы. Молочную железу надо очень хорошо знать, чтобы заниматься этим. Те, которые не знают, они не пишут отбирать. Они не знают, что такое. Да. Ну, а кто знает, кто готов, прошел какой-то курс обучения, они все пишут. Hatto оказывается, demak, kursi bo'ladi o'sha yerda. Kartinkadan Это kursi bo'ladi. знание специалиста. Erkin Juraj, qarang, masalan, UZI mutaxassisi UZI qilganda kasalga bironisi ko'rib qolsa, sizda rak deb deyishlari odatda bo'ladi. Masalan, rak. Asosan ko'proq mammografiyaga qarab aytiladimi, tasdiqlanadi yoki UZIdan ham tasdiqlasa bo'ladimi? Понимаете как? Если вот рак, скажем, первой стадии, до 2 сантиметров, второй до 5 сантиметров, уже больше 1 сантиметра можно пальпаторно руками чувствовать это. Тем более 2 сантиметра уже, смотря пальцем, уже можно больше вероятно сказать, тут или доброкачественный процесс, или злокачественный. Скажем, фиброаденома. Четкие края, подвижные, это чисто доброкачественный процесс. Но все равно мы свои, скажем, мысли должны подтверждать инструментально. Поэтому первый шаг – это УЗИ. УЗИ показывает тоже. И фиброаденом покажет доброкачественный, рак покажет, она бугристая, неровная, формы разные. И также маммография подтверждает тоже. Но маммография чем хорош, он более, вот скажем, 0,1-0,2 миллиметра уже можно увидеть. УЗИ где-то начиная с полсантиметра, около сантиметра. То есть покрупнее ko'rinadi. Да, покрупнее УЗИ видно. А вот маммография более мелкий. А доброкачественный holada o'simta o'sadimi yo joyda turadi? Masalan, какой-то размер. Тоже доброкачественный тоже. Почему она вот так стала? Она тоже начала смотреть маленького. Тоже растет. И есть доброкачественное образование, которое, если не убрать, постепенно может превратиться в злокачественную форму. Поэтому все, что в организме что-то есть лишнее, он подлежит удалению. Это не только молочка. Касается всех органов. И легкие, там, другие места. Лимфоузлы. Здесь есть, надо убрать. Rahmat. Yodgor Rasulович, qarang, muhim savollardan biri mana shu til saratoni bo'yicha aytib o'tdingiz. Bu holat ko'p uchraydigan. Ammo operatsiya bilan qilingan, jarrohlik amaliyoti bilan qilganda, masalan, saratonni uni olib tashlaydi, to'g'rimi? O'sha qismini. Tilni olib tashlagan, o'sha ma'lum qismini olib tashlaganda nutqi, gapirishiga ta'sir qiladimi? Va vaholanki masalan operatsiya qilgandan keyin ko'proq qism olib tashlansa, nutqiga ta'sir qiladigan bo'lsa, rekonstruksiya qilish mumkinmi plastik xirurgiya bilan? O'zimizda O'zbekistonda ham qilinadimi shunaqa operatsiyalar? Ha, bizni
O'zbekistonda o'sha bosh bo'yin sohasida uchraydigan rak kasalliklari eng ko'p uchraydigani o'sha og'iz bo'shlig'i va tilda. Til saratonida bosqichiga qarab qisman yarmi 3dan 2 qismini olamiz. Albatta buni bo'yin, ko'krak oldi qismi, muskul, yumshoq to'qimasidan til yasaymiz. Sabab gaplashish, nutqini tiklash uchun emas. Yutqinni og'izga tushgan ovqat yoki luqmani yutish uchun qilamiz. Lekin hech qachon olib tashlangan, qisman bo'lsa ham olib tashlangan rak kasalligi bo'lgan bemorda nutqi, gapirishi oldingi holdek bo'lmaydi. Keyin operatsiyasi juda qiyin o'tadi. Kasal uchun bitishi qiyin bo'ladi. Bu kasallikdan batamom tuzalib ketish vaqti juda uzoq bo'ladi. O'sha uchun ham biz xalqdan iltimos qilishimiz shu nosvoy chekmaslik, tish gigiyenasiga e'tibor qilishi, o'sha tishlarda o'tkir qirralari bo'lmasligi, tosh yig'ilib qolmasligi, tilini hamma vaqt jarohat qilib turmasligini iltimos qiladi. Qarab yurishidan, stomatologga chiqishini, vaqtida yara paydo bo'lib 2 haftadan oshib tuzalmaydigan yara bo'lsa onkologga yugurib kelishlarini tavsiya qilamiz. Sababi davolash kasalga juda uzoq vaqt va psixologik juda og'ir tushadi. Masalan, Galishiyada mana deylik ko'pchilik bizada tish davolashga ham kelganda borarman, обезболивающий ichadi. To'g'risi, masalan, o'zimda ham bo'lgan 5 kunlab, 1 haftalab o'tib ketadi yuraman, lekin tishim qarabsizki yering bosib, doktorga olib boradigan darajaga borganda уже majburan bo'laman. Ana shu payt 1 hafta davomida lecheniya qilmay yana cho'zib yursa, masalan, onkologik kasallik olib kelishi mumkinmi? Yoki qanaqadir bir zlokачественный og'riqlar, keyin shu milkka o'tib ketish, shunaqa. Albatta, bizda mana 3-o'rinda turadigan kasalligi o'sha tish milkidan chiqadigan rak kasalligi. Ya'ni o'sha tishni o'rnida ya tishni ostida yara paydo bo'lib chiqadi. Bizda stomatologlar parodontoz, yallig'lanish deb davolashadi. 2 hafta, 3 haftadan keyin tuzalmasa, keyin onkologiyaga yuborishadi. O'sha uchun xalqdan hozir iltimosimiz ham shu. O'zlari jasorat qilib 2 haftada bitmaydigan yarami darhol onkologlarga uchrashishga harakat qilish kerak. Stomatologlar ham yuborish kerak. Sababi o'sha yaradan biz tekshirishga olamiz, mazok olib histologiya qilamiz. Histologiya qilamizda oddiy bir yallig'langan bo'lsa, marhamat borib stomatologiyasida davosini davom ettirish mumkin. Miya onkologiya haqida savol bersam bo'ladimi? Ya'ni masalan miya o'simtalari. Bizada hozir bor shunaqa kasallik va u xavfli kasalliklardan biri ham odamni tez yiqitib, yotqizib qo'yadigan holatdan biri. Bizada qanday davolanishi? Masalan, uni qanday oldini olishmi yoki masalan ma'lum darajaga yetganda qanday davolashadi? O'zbekiston holati qanday bo'lyapti shu? Endi miyani ichidagi o'sma kasalligini ko'rish qiyinroq, bilasiz. Nafaqat bosh og'rig'i bilan neyropatologlar bir oylarga yaqin davolashadida bosh og'rig'i o'tmasa yoki biron joyda asorat boshlanmasa, ya'ni qo'l uyushishi, ko'rish xiralashishi yoki yutqinni buzilishi yoki yurishida qiyinlashganda asosan nevrologga borishadida. Endi hozir hamma joyda qo'l yetadigan rayonlarda ham qo'yilgan MRT qilishadi va bosh miyada o'sha o'smani aniqlashadi. Asosiy davosi 3 xil. Ya'ni operatsiya qilishadi, nur berishadi va ximiya berishadi. Biz O'zbekistonda ham 3 xil o'sha kompleks davo qilinadi. Operatsiya ham qilishadi neyroxirurgiyada, ilmiy tekshirish markazida biz onkologlar ximiya qilamiz va biz onko markazda juda yaxshi yo'lga qo'yilgan lineyniy ускорительda nur berishadi. O'sha mishen bilan o'sha MRT qilingan sohani fiziklar bor, topograflar bor,
aniq chizma qilib chizishadida o'sha lineyniy uskariteldagi radioaktiv moddani o'sha joyga yuborib nur terapiya nur terapiya berib o'sishni to'xtatishadi. Imkoniyati boricha endi biz ko'rib yuribmiz, juda kichrayib yo'qolib ketadigan darajagacha tuzalganlari bor. Hindistonga borganimizda o'sha nur qiladigan apparatni ko'rdikda, ular lineyniy ускоритель emas, sal boshqacha aytar ekan nomini, juda qimmat оборудование ekan. Nurni mana o'pixil turgan bo'lsa, o'sha o'pixilni shaklida qilib turib, qolgan joyini xohlasa yopib qo'yar ekan yoki ozginadan dozadan berar ekanda, u lineyniy ускоритель o'sha anaqa odam mana nafas olib yotadi-yu va o'shanda qimirlaydi, to'g'rimi? Plus yurak uradi. Misol yuragiga yaqinroq zonada bo'lsa, yurak uradida, unda mana bunaqa bir shakl bo'ladi, to'g'rimi? Mana shu shaklni ham inobatga olib turib ishlar ekanda u. Bizda ham shu texnologiya bormi? Shunaqa lineyniy ускорительda o'zi texnologiyasi shunday. U keyin deydi, qarang, men deydi o'sha ekrandan ko'rib turib, kerak bo'lsa shaklni deydi o'zgartiraman deydi. Bir nechta odamlar bilan maslahat, esingizda bo'lsa, siz ko'ruvdingiz, Erkin Jo'rayevich. Erkin Jo'rayevich как раз ko'ruvdilar o'sha texnologiyani. Men eshitishim bo'yicha O'zbekistonda hali bu texnologiya yetib kelmagan deb eshitganman. Shu qanchalik rost? Линейный ускорительный ularda более современные аппараты. Пол Берлик тоже, Андов Парк Нумадев. Ваши товарищи ответили, что тоже, но более совершенственно, более, как вы говорите, уже меняется. Как эта ракета убегает, это вот так гоняется за опухоль, вот так движение дыхания, там, сердечного ритма. То есть это более последняя модель аппарата. Boya tepada aytganimdek, yangi milliy dastur ishlab chiqarilmoqda ekanidek, bu nafaqat kasallikni erta aniqlash, hozirgi kunga onkologiya markazlariga yangi оборудованиеlar olib kelinmoqda. Shu dastur bo'yicha. Shu aytgan apparaturangiz yaqin, agar balkim adashayotgandirman, balkim bordir bizda. Lekin yaqin kunlarda bu narsa bizda bo'ladi, O'zbekistonda bo'ladi. Lekin bu shitini joyda bo'ladi. Masalan, kasallar ko'p, очередь ko'p kutib qolish holatlari kuzatiladi-da. Qarang, bizda Respublika onkologiya markazi bor. Avvalambor yangi milliy dastur bo'yicha shotka o'rnatiladi. Va ikkita xususiy radiologik markazlar bor. Bittasi shu Akfa Medline o'zida joylashgan, yana bittasi gematologiya va детский onkologiya instituti hududida joylashgan. Men o'ylayman, bularga hozirgi kungi dastur nimaga u dastur kiritilmoqda? Yuqori texnologik davolar, yo'nalishlar xalqqa yetib borish uchun ishlab chiqariladi. Men o'ylayman, yaqin kunlarda bu yuqori texnologik yo'nalishlar asosida xalqimizga juda ham ko'p yaxshiliklar yetib boradi. O'zi O'zbekistondagi onkologiya holati qanaqa? Mana bilamiz endi har xil, misol uchun talqin bor, albatta har doim kritika ham bo'ladi. Bizda bilasizmi, mana prezidentimizni Shavkat Miromonovich bitta yutuqlaridan menga eng yoqadigani bu bizga erkinlik berdilar. Chunki eski paytlarda erkinlik masalasi ancha qiyin bo'lgan. Hozir mana ko'ramiz. Avvalambor o'zlari boshlab berdilar tanqidni. Misol uchun shu paytlar bosh endi prezident bo'lgan paytlaridan tanqid qilish masalasida ancha erkinlik berdilar. Va mana shu onkologiya sohasida ham ancha tanqid bor. Endi to'g'ri, hammasi o'rinli bo'lmasligi mumkin, lekin mana shu tanqidlar, aytaylik, mana shahar onkologiyasi yopildi, respublikaga o'tishdi, to'g'rimi adashmasam? Har xil tanqidlar bo'ldi, ko'rdik Facebookda, o'tda.
shu tanqidlar qanchalik asosli? Misol uchun kimdir aytadiki, onkologiya rasvo bo'ldi deydi. Nima keragi bor edi, yopib deydi. Kimdirlar aytadiki, naborot обобщенный bitta qilishdi. Ya'ni o'tdan bu yerdan yurmasinda, o'sha butun kuch jamlansinda, bitta joyda kuchliroq ishlansin degan fikrlar ham aytildi misol uchun. Shunga sizlarning fikringlar qanaqa? To'g'ri, shahar onkologiyasi. Kechirasiz. Говорите, говорите. Уважаемый товарищ, вот на ваш вопрос можно ответить так. Последнее, вот как вот Барнопа сказала, идет очень много новшеств в процессе онкологии. Принята национальная программа по развитию онкологии. Эта ситуация доложена президенту, подписаны соответствующие документы, постановления. Сейчас очень придается большое значение дальнейшему развитию онкологии. Туда входит и это оснащение аппаратурой, особенно детские онкологии очень большие внимание обращается. Тоже обеспечение аппаратурой, пересадка костного мозга налаживает не только в центр, но и в областях. А что касается общей онкологии, вы сказали, как вот это объединение. Тут, понимаете, даже вот так можно сказать, что кто там был в онкоцентре, это огромный, ну, как городок, да, огромный корпус, здание. Я вот недавно был неделю там специально знакомился, походил там везде. Операционных, 18 операционных есть. Перевязочные. Да, вот в этом, да. Отделение благоустроенных, палаты хорошие. Одних эндоскопических комплектов 8 или 9 комплектов. Это МРТ, МСКТ тоже 5-6 где-то аппаратов. То есть насыщена очень сильно аппаратурой. А все это невозможно было делать отдельно, скажем, городской онкологии и других. Поэтому концентрация основных сил, возможностей в одном месте, тем более на 800 коек построить. Места, в общем-то, достаточно. Централизация qilingan. Да. Специально сделано для 3 диспансеров. Еще областной здесь. Ну, вначале бывает, пока вот налаживается процесс, конечно, есть недостаток. Скученность, утром, особенно понедельник, народа много там, очередность. Но я думаю, что это постепенно вот это будет нивелироваться, наводиться порядок. А в целом, конечно, вот это, ну, я думаю, что положительный момент для развития дальнейшей онкологии. И вот здесь вот в этой программе, которая национальной программе, там тоже красной линии проходит ранняя диагностика. Как Варнопа сказал, уже эта работа идет. В первую очередь идет работа по раку молочной железы, шейки матки, скрининге, маммография приходит, там поликлиник там снимает. Но сейчас уже дальнейшее развитие, вот сейчас идут разговоры, до программы это 26-30 год, все. Где-то за это время должно, в общем-то, вот это дело развиваться еще дальше. Если сейчас примерно до 40% мы раннее выявление идет, там ставится вопрос поднять этот процент до 60-70%. Вот за это 3-4 года. Поэтому, в общем-то, онкология развивается, она, в общем-то, идет хорошими шагами. И уже будет речь идет о областных диспансерах, там развивать многие вещи. Первичное звено развивать, чтобы так они начали работать с больными, начиная с поликлиник, смотровые кабинеты, тоже обучение их для раннего выявления, знакомство с широким вопросом онкологии, чтобы они могли больных вот так подбирать, направлять на обследование вовремя. Barnopa, sizda qanaqa fikr? Bu yangi markaz ochilgani yaxshi. Nimaga? Bizni oldinga ketmoqdamiz hozirgi kunda. To'g'ri, eski shahar onkologiyasida men o'zim 28 yil ishladim. 28 yil shu dargohda shahar onkologiyasida ishladim. 98-yildan
2025-yilgacha. Yopilgan- ulg'aydim. Yopilgan paytda ketmadingizmi siz? Yopilgan paytda yo'q, ketmadim. Undan. Ha. Lekin yangi markaz har tomonlama yangi yo'nalishlarga javob beradi. Talablarga. Talablarga javob beradi. Bemorlar uchun chiroyli palatalar, Sharoitlar qiziq. sharoitlar yaratilgan. Laboratoriyalar yuqori texnologik оборудованиялар bilan qamrab Jihozlangan. jihozlangan. Mutaxassislar yig'ilgan. O'ta o'zimizni ustozlar, o'zimizdan judayam yetakchi ko'p yetukli mutaxassislarga yana chet davlatlardan professorlar jalb qilingan. Hammasi xalq uchun, xalqqa yordam berish uchun qilinmoqda. Qarang, mana o'sha respublikada mana shaharni yopib turib respublikaga hammani ko'chirish talabi bo'lganmi? Yetishmovchilik bo'lganmi? Yoki shahar eskirib ketganidan, misol uchun aytaylik, talabga javob bermaganligi uchun yopib turib respublikaga o'tkazganmi? Mana motiv qanaqa bo'lgan? Men shu narsani tushuna olmadim, to'g'risini aytsam. Nima uchun qilindi? Yo bir rasmiy bunga izoh berildimi? Hech eshitdingizmi? Keyingi ko'rsatuvlarda davom ettiramiz. Bu. Menda hozir yana встречный savol, Erkin Jurash sizga. O'sha Barnopa, sizga ham shu savol taalluqli bo'ladi. Oldinga ketyapmiz. Mana shu onkologiya markazi bizda rivojlanyapti. Plus O'zbekistonda qaysi yo'nalishdagi, turdagi onkologiyalar effektivna, ya'ni o'sha nima deydi, muvaffaqiyatli davolanadi. Qaysi bar biz kuzatamiz, statistikalar xabarimiz bor. Chet elga ko'p kasallar chiqib ketishadi davolanishga. Masalan, shu yerda davosini topa olmayaptimi yoki nima sabablar? Shu agar izoh bersangiz. Ну, смотрите, в общем, процесс онкологии в республике развит довольно хорошо. Вот я возьму на примере городской онкологии. Да? Она начала функционировать в 1947 году. В разных местах, вот до этого где-то на Пастеровой больнице, там еще где-то. Но последнее было вот это, то, что вот сейчас закрыто. Вот это диспансер был основой онкологии республики. Вот этот диспансер был такой цивильный диспансер, скажем, да. В основном там работали русскоязычные доктора, которые в свое время учились в Москве, Ленинграде, приезжали сюда. И наши специалисты, которые тоже 2, 3, 5, 10 лет учились, работали в Москве, Ленинграде, потом возвращались, составили вот этот костяк, и пошло онкология. Потом пошли уже республиканская онкология, начала развиваться, потом областная. В целом, конечно, онкология развита неплохо. Скажем, вот на сегодня, вот, на мой взгляд, работает на мировом уровне маммология. То есть практически вся операция делается, включая и пластический компонент. Гинекология развита хорошо. Вот я, например, даже о городской онкологии говорю, там она была как-то даже посильнее, чем, скажем, тех других двух диспансеров. Развита абдоминальная онкология, торакальная. Она не только онкология, но вообще в целом республике. Детской онкологии. В общем, где-то 5-6 разделов, Лауша и сказал. Вот эти разделы, в общем-то, можно спокойно лечиться здесь и получать полноценную помощь. Почему-то уезжают некоторые за границу, ищут чего-то. Ну, здесь не то, что там, во-первых, незнание наших специалистов, наши возможности. Во-вторых, скажем, есть возможность решили полечиться за границей. Это не каждый же может. Так кто может, иногда уезжает просто так, ну давай я съеду там полечу. Это уже выбор каждого человека. Пожалел, да, поехал. Так, в принципе, лечение можно получать здесь. Lekin mana пересадка костного мозга deydi. Bizda qilishadimi bu narsani?
Mirzo To'ralievich bularni savoliga Aha. javob berib Ha, oling. to'g'ri. Davlat. Statistikani kuzatib borayotgan bo'lsangiz, 10 yil oldinga nisbatan hozir oqim kamaygan. Nima sababdan? Chunki bizani o'zimizani mutaxassislar oxirgi yil demayman, 20 yildan buyon chet elga chiqib o'z ustida ishlab 6 oylab, 5 oylab, kimlardir 1 oy, kimlardir 1 yillab o'qib kelmoqda. Yetakchi mutaxassis Koreyada, Turkiyada, Germaniyada, Amerikada, Angliyada. Men o'zim oxirgi 10 yil ichida Indiyada, Qozog'istonda, Avstriyada, mana yaqinda kelganim Milanda, Piterda ko'p joylarda o'qib, o'sha ustozlardan o'rganib kelib, shu yerda shu narsani biz biriktirmoqdamiz. Hamda hurmatli prezidentimiz tomonidan bizga ko'p yetakchi mutaxassislar bu yerda O'zbekistonda master klass o'tkazib bizga o'rgatib ketdi. Shuning uchun oxirgi payt oqim kamaygan. Bemorlarimiz chetga chiqib ketish hamma yo'nalish bo'yicha. Qarang. Chunki ham kardiologiya, ham angiografiya, ham nevrologiya, ham onkologiya, ham ginekologiya, hamma yo'nalish bo'yicha hozir o'zimizda mutaxassislarimiz ko'p narsaga erishgan. Qarang, juda qiziq bir faktni aytamanda. 3 yil oldin Hindistonga O'zbekistondan bitta yo ikkita samolyot uchgan ekan Hindistonga. 3 yil oldin. Hozirgi kunda Hindistonga haftasiga To'g'ri shu masala. 9ta 10ta samolyot uchadi va samolyotni 80%, 90% bu bemorlar. To есть paradoks bo'lyapti bizda. Siz aytyapsiz, to'shtu kamaygan, lekin xuddi shunaqa Turk havo yo'llari Turetskiy anaqa bilan ham hozirgi kunda ko'paygan. To есть bu endi oldin borib kelish qimmat edi ham. Hozir endi arzonlashdi, to'g'ri. Lekin men o'zim Hindistonga borib ko'rdim. 2 marta bordim, o'zim check-up qildim. Haqiqatan juda ko'p bemorlar. Men o'ylashim bo'yicha naborot ko'paygan deb o'ylayapman. Men o'zimni prakticheski tajribamdan kelib chiqqan holda. Oldin ko'p kelardi bemorlar. Men o'tda davolanib keldim, operatsiya qildirib keldim. Hozir men shunchaki ko'rinishga keldim. Hozir o'sha kamaygan. To есть tabiiy baribir O'zbekistonda operatsiyalarni qilish joyida turmaydi-ku meditsina. Baribir Bizda ham rivojlanyapti. rivojlanadi. Misol uchun oddiy sizga aytaman, mana adashmasam 5-6 yil oldin bizda chashkalarni anaqa qilishmasdi. Hozir qilinmoqda. Hozir qiladi. Tiza bo'g'imlari. Protezирование. Keyin Toz chonog'i. toz qilinadi. Umurtqa ham, tosh chonog'i ham, oyoqdagi nimalar ham hamma joyda hozir protezирование qilinmoqda. Shunaqa. No, baribir, конечно, rivojlangan mamlakatlarda yangi texnologiyalar bo'ladi. Baribir bu narsa to'xtamaydi. O'zbekistondan ketib boshqa davlatga borish va bilasizmi, men juda bir anaqaga qoyil qolganman. Mana shahar onkologiyasi, respublika onkologiyasiga borsangiz, Tojikistondan va qo'shni Qozog'istondan, Turkmanistondan juda ko'p Qirg'izistondan bemorlar keladi. juda ko'p bemorlar keladi. To есть O'zbekiston xususan Toshkent уже meditsinskiy hubga aylanib bo'lgan qisman. O'rta Osiyo mamlakati. To'g'ri, endi Rossiyadan kelib davolanmaydi yo Turkiyadan kelib davolanmaydi. Rossiyadan kelib davolanayotganlar bor. Eshitdim uni ham. Особенно mana Qozog'iston chassidan Qozog'istonga yaqin bo'lgan anaqalardan davolanayotganlar bor. Chunki Rossiyada ham davolanish juda qimmat ekan. O'zbekiston bilan taqqoslagan. O'zbekiston mana O'rta Osiyoda уже meditsinskiy hub. Prezidentimizni ham o'tgan yil adashmasam yo bu yil yangi o'sha programmaga qo'l qo'ydilar. O'zbekistonni meditsinskiy hubga aylantirish. Mana bu yo'nalishda misol uchun Jahongir aka, Ortiqxo'jayev xabaringlar bor, juda katta bir bitimga imzo chekishdi. Cleveland
e, Clevelanddagi juda katta, Amerikadagi juda katta demak tibbiyot muassasasi bilan endi ularda ko'p tarmoqli klinika bilan O'zbekistonda bitta shunaqa katta klinika qurish masalasiga qo'l qo'yishdi va уже qurish bilasizmi boshlandi. qurilish boshlandi. Undan tashqari yana O'zbekistonda ikkita katta qurilish boshlangan ekan. Buni hali omma bilmas ekan. Man surishtirdimda buni. Ya'ni O'zbekistonda bu yo'nalishda ketishda man bilaman, hamma biladi, oldinga ketyapmiz. Xudo xolasa hab bo'lishiga ham aylanishiga ishonaman. Chunki mana tarixdan bilamiz, mana IT park boshida ochilayotganda IT hub Toshkentni qurish masalasi ko'tarilganda juda ko'p odam skeptik qaragandi. Hozir e'tirozlar bildirgan edi. hozir misol uchun men o'zim ham xabarim bor bu narsadan. IT hubga aylanib bo'ldi Toshkent. Qarang, mana Instagramda endi hamma ustozlarimizga savol. Instagramda juda ko'p kuzatamiz. Mana doktorlar yoki kimdir blogerlar ma'lum bir oziq-ovqatlar saratonni qo'zg'atib qo'yadi. Sosiska kolbasa deydi. Yoki men rosa ko'p eshitganman, plastik idishda ovqat isitish ham qo'zg'atib qo'yadi. Shu gap rostmi? Shu masalan men shu narsaga uncha rioya qilmayman. Mana mikrovolnovkada tezda isitib ovqatlarni yeymiz. Shu masalalardan aytsangiz, bu qanchalik rost masalan? Qarangda, вот скажем, питание для развития рака тоже имеет определенное значение. Вот скажем, рак желудочно-кишечного тракта, желудка, толстого кишечника, в основном развивается, когда человек много кушает жареное мясо. Жареное Да, мясо. вот это жареное мясо. Пережарен. Ну, жареный, пережарен, там уже. Вот там как раз вот именно в этот канцероген набирается. Поэтому вот тут в этом плане надо знать, вот это много кушать тоже мясо, вот жареное, которое... A жареное это из-за o'ta qanaqa qovurganidanmi yo yog'idanmi? Yo'q, qovurganda корочка yo'q, вот yo'q, в этом yo'q. месте накапливается, собирается канцерогенные вещества из мяса. Вот это отсюда может быть... Demak o'sha o'ta qovurgan и plazmas ham ta'sir qiladi. Вот желудочно-кишечный тракт, желудок, толстый кишка. В основном отсюда могут. Yodgor aka, sizga savolim, asosiy tekshiruvlarimiz bor-ku, mana Galavisheada. Barnopa, sizga ham встречный вопрос. Masalan, kimdirda aniqlandi shu onkologiya. O'ziga bordi, sizda deydi nimadir что-то не то, o'zida o'simta bor. Pashagov, paytapni qaysi lecheniya boshlashdan oldin eng muhim bo'lgan tekshiruvlar. Bilaman, biopsiya bor, PET-CT bor. Bachadon bo'yni saratonini aniqlash. Bunda ayol o'sha birlamchi tizimga chiqdi. Birlamchi tizimda onkologga borishing kerak. Avvalambor ko'rikda жидкостной цитология deyiladi, sumpma обязательно va videokolposkopiya deyiladi. Videokolposkopiyada shu mikroskopda o'zini anaqasi manipulyarlari bo'ladi. O'sha orqali kamerada ko'rib, o'zining uksus va yod обработкасы bo'ladi. Shunda vizualni bachadon bo'ynida o'zgarishlarni ko'rgan holda birlamchi biopsiyadan oldin nimaga pritselniy biopsiya keyin qilinadi. O'sha videokolposkopiyada to'qima o'zgargan joyidan biopsiya olsangiz, tiniq tashxis qo'ya olasiz. Biopsiya. Aniq tashxis qo'ya olasiz. Pritselniy biopsiya bo'ladi. PET-CT degan apparat bor. Uni qachon qilishadi va u qachon muhim? Qarang, birlamchi bosqichlarda PET-CT shart emas. Endi to'g'ri, har bitta saraton xastaligi aniqlanganda qanaqasiga aniqlanadi? U qanaqadir UZIda yoki MRTda emas. U instrumental yordam bo'ladi, lekin saraton deb tashxis qo'yish uchun обязательно biopsiya va histologik xulosa bo'lishi shart. PET-CTga borguncha avvalambor histologik xulosalar. PET-CT nima uchun kerak? Kasallik tarqaganmi yo'qmi? Qorin bo'shlig'idan o'tganmi yo'qmi? Shu bachadon bo'yni saratoni o'zini chegarasidan chiqib ketganmi yo'qmi? Shuni bilish uchun. Darajasini biopsiya orqali bilishadimi? Yo'q, darajasini faqat biopsiya orqali. Biopsiya, vaginal ko'rik, ginekologik ko'rik
va instrumental tekshiruvlar natijasi bo'yicha. Yodgor Rasulovich, sizni yo'nalishingizda asosiy tekshiruvlar qanaqa? Endi bosh bo'yin o'sma kasalliklari asosan bu obyektiv ko'rinadigan joy. Har kuni lab ko'rib turamiz, tilimizni ko'rib turamiz, og'iz bo'shlig'ini ko'ramiz. Albatta burun, halqum o'zi, hiqildoqni o'sha endoskopik tekshirishlar orqali ko'ramiz. Bizga onkologlarga bosh bo'yin sohasiga eng yaqin bizga yordam beradigan bu lor vrachlar, stomatolog. Kasal bizgacha bu kasalliklar bilan birinchi yoki stomatologga boradi, yoki lorga boradi. Ovozi bo'g'ilsa, nafas olishi qiyin bo'lsa, nega ovozim chiqmayapti deb lorga boradi. Hiqildoqda bo'ladigan o'smani aniqlash uchun. Og'zida boyagidek yara chiqsa yoki tishidagi yara uchun stomatolog. Tekshirishni eng oson yo'li bizda bosh bo'yinda. Masalan, og'zida, tilidagi yaradan so'kma tayinlanadi histologiyaga yoki ozgina o'smadan yoki yaradan kesib olinadi histologik tekshirishga. Eng oson yo'li va tez bizda diagnoz. Faqat xalqdan iltimosimiz bizgacha yetib kelsa bo'ldi. Biz vaqtida tekshirib davolab beramiz. Erkin Jurayevga savol Вот сейчас уже могу эту мысль развить. Значит, последовательность обследований у больных, да? Самое главное — встреча больного доктора. Если больной не придет доктор, никогда этот диагноз не поставит. Он должен прийти. И когда он придет, самое первое — это хороший собранный анамнез. Вот мы говорим, поговорить с больным. Что его беспокоит? Мы скрининг здесь не трогаем. Скрининг, когда здоровый человек приходит, обследуется, но что-то находит, не находит. А речь идет, когда уже у человека появляются жалобы какие-то. Вот, скажем, берем рак молочной железы. Женщина, начиная с 20 лет, должна раз в месяц заниматься самообследованием. Раз в месяц перед зеркалом, в ванной. Там есть методика проверки груди, проверить. И начиная где-то больше 1 сантиметра, она сама может пощупать там какие-то образования. Или с соска может быть выделение, кровянство выделяется, признак рака. Или какой-то самый изменение кожи, изменение соска. Вот есть очень коварное заболевание, рак Педжета называется, рак соска. И вот там вроде так шелушение, все думают, там молоко высохло, или там этот, а там на самом деле растет рак прям соска сама. Какие-то неровности на коже, какая-то площадка какие-то непонятные. И вот это дела она замечает и сразу должна идти к онкологу. Первое. То есть самообследование. Во-вторых, в процессе, когда уже беседа, если вот даже признаков нет, но жалоб есть. Кто-то беспокоит, какой-то дискомфорт, чего-то, что-то. И тут, задавая наводящие вопросы, вы можете здесь заподозрить, скажем, оптом, да? И здесь все начинается после разговора задать диагноз. И там, где, если что-то есть, мы увидим молочную железу, подмышечных лимфоузлах, астричных, подключичных. И после этого уже для уточнения наших подозрений маммографию. Потом обязательно должна быть биопсия. Трансфер биопсии или пункционные, или вот пистолет, мы говорим, взять оттуда кусочки ткани, сделать под микроскопом гистологическое исследование. Вот это же дает диагноз, и потом решается вопрос, оперировать или сначала провести химиотерапию, что-то. Кто-то решает, поднимается, решил на лечение. И также, скажем, легкий. Вот она очень агрессивная, нехорошая заболевание. Как мы говорили, 4-й стадии уже вот жалоб нет, уже 4-й стадии, если начал беспокоить. И там, в принципе, диагностика несложная, больные не идут. Вот курящие, скажем, если 15 лет курят больше пачки, вот такой группы, если взять, из 100 больных раком легкого 90 курящие. Из 100 90 курящих. Здесь, в общем, диагностика сделать обычный компьютер легких, и можно поставить диагноз предварительно. Потом уже
бронхоскопия, биопсия, в смысле гистология и все остальное. Ma'lum bersam, Bemalol, masalan bemalol. meni bitta savolim bor. Ko'pchilik mana aytadi, shaxsan meni bobomda ham o'zi aytardi. Chekishni tashlang, onkologiya xavfli deganda 15 yildan beri chekyapman, hech narsa bo'lmadi. Да. Почему вот так? Masalan, я не хочу, чтобы мой дедушка заболел, да? Я к чему говорю, что не у всех это онкология hamada emas, maqtanadi. Menda hech qilib bo'lgani yo'q. Да, здесь вот везде свои проценты есть. Скажем, вот как мы говорим, курить 15 лет, пачка сигарет. В общем, в целом 17% людей могут заболеть раком курящих. Но из-за того, что диагностика, скрытие течения, бессимптомное течение, запускаются больные, вот когда уже попадает к доктору, в общем, из 100 90 курящих получается. Здесь, например, почему 15 лет? За 15 лет организм так насыщается от канцерогенами, уже начинается изменение на клеточном уровне, и начинают клетки меняться, пойти в сторону рака. Идет процесс. Если, скажем, бросить курить где-то лет через 10, чтобы в течение потом последующих 5 лет она может исчезнуть. Организм вытолкнут, который накопились. Вот я сам 41 год курил. Знаете? И бывало, вот, когда вот это в ремонт, стройка, вот этот диспансер, проверки там какие-то, по 2 пачки, иногда и больше курил. И потом в какой-то момент решил, зачем? А вдруг там что-то будет? Вот 20 лет назад бросил просто. Просто бросил и все. И, видимо, не успел схватить это достаточно количество этих клеток. И, вот, видимо, уже там я выбросил все эти токсины, все канцерогены, выбросил с организма. Xalqda orasida juda ko'p eshitganman, hattoki doktorlar ham aytadi. Ba'zi doktorlar tumanda eshitganmiz, odamimizdan doktorim aytdi degan. Это mif. Shu narsa to'g'rimi yo'qmi? Biopsiyani qilsa, ya'ni qilish mumkin emas deyishar ekanki, sababi ko'payib ketadi. uyg'onib ketadi, Yo'q. metastaz beradi, naborat agressivniy bo'lib tarqaladi. Shu narsa Degan- to'g'rimi? Yo'q. Bu narsa noto'g'ri. Xalqimiz ichida noto'g'ri tushuncha. Chunki biopsiya nima degani? Biopsiya degani o'zgargan to'qimadan to'qima olish. Bu hech qayerga tarqamaydi. O'zi ko'rinib turibdi. Bachadon bo'yni saratoni shundoq ko'rinib turadi. To'g'ri, bachadon tanasi saratonidan to'qima olish bachadon bo'yni saratoniga nisbatan murakkabroq. Bachadon tuxumdon saratonidan ham to'qima olish murakkabroq, lekin oson bo'ladi. Hamda ularni ham turi bo'ladi. Bachadon tanasi saratonida ham, tuxumdon saratonida ham o'ziga xos instrumental tekshiruvlar. Biopsiyadan kasallik tarqab ketadi, saraton uyg'onib ketadi degan tushuncha bu noto'g'ri tushuncha. Demak, biopsiya bu xavfli emas. Xavfli emas. Tekshiruv asosiy Bu tekshiruvlardan biri. tashxis qo'yish uchun asosiy tekshiruvlardan bittasi. Rahmat. Menda savolim qolmadi, shu narsa eng muhim edi menda. Man bir og'iz gapirсам, mayli ozgina orqaga qaytamiz. Boya boshqa savollar o'tib ketdi. Aha. Mana shu xalqimizda onkologiyaga taalluqli qismlari xalq orasida qo'rqinish borligi, tezroq chet elga borib, yangi texnologiya, ilg'or texnologiyalarda davolanib kelishga ko'proq chiqib ketganligini vaqtida hozir sal kamayganligi, avvalambor Nuzat siz, mana Timur, shunday o'zimizni vatandoshlarimiz, vatanparvar yigitlarimiz ko'payganlariga sizlarga rahmat. Sababi mana shunaqa podkastlar, xalqqa tushuntirishlar, oddiy til bilan hozir juda ko'p xalq o'zi bilib kelishyapti. O'zimizda shunaqa mutaxassislar bor ekan. O'zimizda ham shunaqa texnologiyadagi asbob uskunalar bor ekan. Turkiyadan kam emas ekanmiz yoki Hindistondan kam emas ekanmiz deb biz oldimizga xalq ham kelyapti-da. Shunaqa. Mana sizlardan o'ylayman Erkinjon Jo'rayev ham barnoqona qo'shilsalar kerak. Mana shunday podkastda bo'lganiga rahmat. Sizlar vatanparvarliklaring uchun rahmat. Mana shu xalq to'ylab, oddiy so'z bilan imkoniyati boricha shuni tushuntirganligimiz ham xalqni ertaga doktorga ongli ravishda o'zlari boshqa bir vrachni turtkisi bilan emas, yetib kelishi, biz ham vaqtida davolab berishimiz, xalq rak davolanmas ekan degan boshidagi o'ylovini
yo'qqa chiqarishimiz, Hmm. yolg'onligini rakni ham davolasa bo'ladi. Mhm. Vaqtida kelsa deganga sizlar ham doktorlar bilan qo'shilishib bizga xalqni g'amini yeb shunday yordam berganlaring uchun rahmat. Rahmat. Sizlarga rahmat. Rahmat. Налейка Ага. хочу добавить. Значит, товарищ слушатели, рак не надо бояться. Рак – это не приговор. Рак – это не смерть. Наоборот, вовремя прийти к доктору, вылечиться после диагностики ранних стадий рака. Это путь к дальнейшей счастливой, хорошей, здоровой жизни. Поэтому мы призываем вот все сидящие здесь доктора, вы не бойтесь онкологов, больницы не бойтесь. Надо приходить, проверяться и вовремя получать полноценную помощь при этих заболеваниях. Yakuniy qismida shu bizning tomoshabinlarimizga, bizni ko'rgan xalqimizga Barnopa sizdan boshlasak, tilaklaringiz va o'sha mabodo Xudo ko'rsatmasin kimdir kasallangan bemor bo'lsa, nima qilishlari haqida qisqacha aytib o'tsangiz. Hurmatli ayollarimizni, opa-singillarimizni, onalarimizni, man o'ylayman bugungi bu ko'rsatuvimizdan sizlar judayam o'zingizga to'g'ri xulosa chiqardinglar. Qo'rquvlarni orqaga surib, kelajakda sog'lom avlod bo'lishi uchun bitta shiorim bor. Ayollarimizni o'zinglarni sevib, sevilib yashanglar. O'zinglarga bee'tibor bo'lmanglar. Sizlarni kutib qolamiz. Rahmat sizga Barnopa. Erkin Jo'rayevich, sizni mavzuyingiz Barnopanikiga juda ham yaqin. Ko'pincha ayollarda uchraydigan muammo, bir tilaklaringizni aytsangiz. Уважаемые товарищи, женщины, мы говорили, рак молочной железы самый такой агрессивный, распространенный форма рака. Но чтобы от вас уходила вот эта горесть, ваши неприятности, вовремя приходите к нам. Но вовремя поставим диагноз. Если вдруг заболели, вовремя окажем помощь, 100% вас вылечим. А основной массе мы скажем, вы здоровы, живите дальше, приезжайте периодически нам показывать. И тогда вот эти неприятные моменты. И также вот последняя просьба всем. Я призываю начинать активные прохождения скрининга. Активные. Где бы вы ни были. Может, в области где-то идите показывайте. К нам приезжайте в клинику, мы покажем другим докторам. То есть вовремя. Вы еще не болеете, вас еще не беспокоит. Надо показаться, прийти обследоваться вам. So'zlaringizga rahmat aytamiz. Siz Davo Health podkastini kuzatib bordingiz. Xudo xolasa sizlarga shunday manfaatli va foydali ma'lumot, kontentlar olib borish davom etamiz. Bizni kuzatib boring. E'tiborlaringiz uchun rahmat.